Aka o'q bermay, avtomat beradi, aytadi, "Hatto o'liklar ko'p, o'liklardan yig'ishtirib olasan" deydi. Bu gapim achchiq bo'lsa ham haqiqatni gapiraman. Ba'zi bir migrantlar, aka-ukalar, Rossiyan pasportini olish uchun urushga boryapsiz-ku. Aslida sizga na pul beriladi, na kvartira, na grajdanstvo. Sizda umuman zarracha ham qadringiz yo'q aslida Rossiya uchun. Astag'firulloh, Alloh taologa borganda grajdanstvo Rossiya deb ko'rsatmaydi-yu pasportda. Xudo ko'rsatmasin, farzandingizni siz Rossiyaga jo'natyapsiz, hech narsani bilmaydi. Yokida siz kontrakt tuzib, o'zingiz xohlab urushga boryapsiz. Aynan mana shu yigitning boshidagi kulfat ertan sizning farzandingizga va sizga tushishi mumkin. 2 hafta men suvsiz siydigim ichib yurdim. Даже o'zim bilan borganlar juda ko'p o'lib ketdi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. 6 oy, 7 oydan beri, 1 yildan beri o'lik yotganlar bor. Bugungi video roligimiz ba'zi bir cho'rtlarga atalgan bo'ladi. Kommentariyaga kirib olib, o'zidan aqllini yasaydiganlar. O aqlli. Videoni ko'rganda ana undanki xulosa qilgin. Hurmatli musofirlar, videoga like bosamiz, videorolikni kengroq tarqataylik. Musofir aka-ukalarimiz ko'zini ochadigan vaqtimiz keldi. Yonimda ketayotgan odam shunda yo'qolib qoldi aka. Uni yarim yo'qolib qoldi. Shu eng alam qilgani o'zingizniki yarador bo'lganda sizni qo'lingizdan hech nima kelmasa shu narsa. Yonimda bitta odamni minomyot yarimni yo'q qilib o'zbek o'zimizni vatandoshimiz. Men odam o'ldirib pul topalaman, yo'q, hatto odam o'ldirmaysiz. Aka siz hozirda urushdan qochib chiqib kelgansiz, to'g'rimi? Urushdan qochmaganman. Urushdan jarohat bilan kelganman Rossiyaga. Rossiyada gospitaldan qochib ketdim. Oqsoqlanib yuraman aka. Ikkita oyog'im to'la askolka, qo'limdagi askolkani chiqarishgan, ikkita oyog'imda qoldi, chiqarishmadi. O'zingiz qayerliksiz aslida? Farg'onadanman. Asli Farg'onaliksiz-da. Bu urushgacha borib qolishdan avval qanday voqea bo'ldi? Pastava bilan tushdi. Boshqa bir kontrakt tuzganmisiz? Nima bo'lgan? Aka, yilning oxirida bularda men keyin bildim, misol 30 ta odamni kontraktga olib borish kerak tipa. Ular plani yopilmay qolgan. Men kiryapman dokument qilish uchun, registratsiya qilish uchun. So'rayapman, ular menga aytayapti, "Sani migratsioniy vremyasi tugagan" deyapti. Keyin menga aytayapti, "Xo'p, qilib beramiz" deyapti. Ertaga keyin indinga qilyapti. Ha, xo'p, ketdim men. Bir oradan 3 kun, 4 kun vaqt o'tdi, qaytib borsam qo'limni qayrayapti, olib kiryapti, qiynayapti. Qayerga registratsiyaga borgan? Registratsiya Ufada bo'lgan-ki. Ufada, Ufani mana shu migratsioniy markaziga borgansiz. Pasportni stolga borganman. Tanish bor deyishgan, pasportni stolga men borganman. Kim jo'natgan bu yoqqa? Men o'sha yerda ishlayotgan joyimda odam bilan tanishib qolganman, u aytgan, "Tanish bor degan, yur qilib beraman" dedi. Chunki ikkita odamnikini qilib bergan, shunga ishonib borganman. Moskva va Moskva oblasidagilar registratsiya qildirmoqchimisiz yokida sizda deport zapret borligini tekshirtirmoqchimisiz? Unday bo'lsa, hoziroq mana bu ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. 7-24 soat sizning xizmatlaringizga har doim tayyor. Keyin qiynashdi, boshqa qilishdi. Suv bermadi, boshqa bermadi. 3 kun qanaqadir paketda ko'rsatdi, cho'ntingga solamiz dedi, qamaymiz dedi. Men aytdim, "Yo'q" dedim. 3-4 kun qiynadi, menga hujjatlar beryapti. Aytayapti, "Qo'l qo'y" deyapti, "O'zbekistonga deportatsiya bo'lasan" deyapti. "Xo'p" deyapman, qo'l qo'yyapman, menga keyin kontrakt ko'rsatyapti. Men chasga jo'natyapti. Chasdan keyin aqob 3 kun yetalashyapti, ham Ukrainaga olib ketyapti. Undan keyin qo'lingizga avtomat beradi, o'q bermaydi, magazin bermaydi, eshitma bermaydi. Avtomat beradi, yo'qol deydi, oldiga deb haydaydi hatdan. Avtomat bermasa, o'q bermasa nima maqsaddan sizni bu yoqqa jo'natyapti? Aka, o'q bermay, avtomat beradi, aytadi, "Hatto o'liklar ko'p, o'liklardan yig'ishtirib olasan" deydi. Sizga o'xshagan ko'plab aka-ukalarimiz bormidi? Mana shu o'zbeklar, aka, juda ko'p. Men uveren aytalaman, o'lib ketgan. Misol men bilan ketgan odamlar 12 ta migrant ketganmiz, 11 ta migrant. Men haqqa borganimdan keyin misol 3 oy, 4 oy barda bo'lgan bo'lsam, 4 oy ichida men juda ko'p o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoqlar ko'rdim. Даже o'zim bilan borganlar juda ko'p o'lib ketdi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Hatto jon saqlash juda qiyin. Asosiy mana shu patta va dokument chipisi bilan elib boshqa bilan boryaptimi yo o'zlari xohlab borayotganlar bormi? Xohlab borayotganlar juda ko'p. Men xohlab borayotganlar bilan gaplashdim. "Aka, men grajdanstvo uchun keldim" dedi. "Xo'p, oldingizmi grajdanstvoni?" Sam aytayaptiki, "Yo'q" deyapti. "Olganim yo'q" deyapti. "Nimaga olmadingiz?" dedim. Sam, "Men agar muzadachadan chiqsam, keyin qilib berishar ekan" deyapti. Aka, bu ochiq narsa. Bu odam o'lib ketishini bilib jo'natishyapti. Jo'natyapti, agar bitta zadachadan 3 chiqsa qilib beryapti grajdanstvo. Bu mana u olayotgan oyliklaringiz, boshqa misol kontrakt pullari, raneniz pullari, hamma narsaga siz olasiz, olishga majbursiz. Dron aka.
mototsikl olishga majbursiz. Olishga majbursiz, ratsiya olishga majbursiz. Shuna narsalar olishga juda majbursiz. Chunki iloji bo'lsa bronik ham o'zingiz olasiz. Mana hisobiga. Chunki bronik olmasangiz ular berayotgan bronik juda og'ir, siz yugura olmaysiz hech qayerda. O'ngga chapga misol u beryapti sizga mol liniyani. Siz agar shu liniyadan bormaydigan bo'lsangiz aka, siz boshqa liniyadan ko'ryapsiz, batga minomyot yoki kimdir olyapti. Siz aylanib o'tmoqchi bo'lsangiz, sizni 500 ditda o'zlari o'ldirib yuborishadi. Qochib ketdi degan maqsadda. Hatto ochiq narsa shu. Boshqa hech nima yo'q unaqa. Hatto misol kontraktga pul olamiz, grajdanstvo olamiz deganlar вообще adashadi aka. Dron olasiz, aytishadi, sanaqda deydi, senga suv tashlashga. Aka, 2 hafta men suvsiz siydigim ichib yurdim. Nimani hisobiga? Suv yo'q, hech kim yonimgacha yetib kela olmadi. Siydi ichgan paytlarimiz bo'ldi. Men birinchi zadachada oldimdan, birinchidan, ikkinchidan 1 haftadan, 2 haftadan men siydi ichib o'tirdim. Nima qilishim kerak men dedim. Men bermayman pul dedim. O'shuni hisobiga meni urishdi, boshqa qilishdi. Men qochishga harakat qilganim uchun men rosa urishdi. Rasmda ko'rgan bo'lsangiz, rasmda ahamiyat bergan bo'lsangiz, ko'zim ko'kargan. Urib jo'natishdi. Sani abnuli degan gap bor. O'zbekchasini bilmayman. Что o'ldirib yuborishadi. Agar o'shun bilan 500 deb kimdirdir naqs o'zlar o'ldirib yuborishadi. Men o'yladim meni o'ldirib yuborishadi. Ha? Zadacha to'g'risida aka, bitta zadachangiz что borganingizdan keyin misol bitta shaharchani beradi, shaharchani olishingiz kerak. Bir o'zingizmi yo komanda bilan? Bitta odamga bermay, gruppaga beradi. Hatto bo'ladi, orada 400 odam bo'ladi, 300 odam bo'ladi. Bo'lib jo'natadi. Askarlar faqat migrantlar bo'lsa kerak o'sha zadachalarda. Ha? Askarlar faqat migrantlar bo'lsa kerak o'sha. Yo'q aka, ruslar ham bor. Ularning ichida nima? Gepatit bilan kelganlar. Aka, hatto shunaqa tushuncha bor. Kontraktga qo'l qo'yaptimi? Xotni grajdani. Ular hammasi aka pul uchun boryapti. O'shuni hisobiga bular jalka bas. O'lib ketsa ham oldiga jo'natib yuboradi. Oylik to'lamagan yaxshi ularga. Tushunding? Pul uchun boryapti-da, misol hamma qo'l qo'yayotganlar, misol pul uchun. Bittasi bilan gaplashsam, bitta o'zbek bilan aytayapti, "Onam operatsiya qildirish uchun menga pul kerak edi, keldim" deb. Aytdim aka dedim. Siz onangiz dedim operatsiya qilib xursand qildingiz, erta o'lganingizni bilsa nima bo'ladi? Hamma narsa Xudodan ko'radi. Aka dedim, to'g'ri, hamma narsa Xudodan. Mana shu bola kirdi, aka 1 soatdan keyin men eshityapman shu bolani o'lgan. Portlab ketganlar ham bor? Yonimda bitta odamni minomyot yarimni yo'q qilib o'zbek, o'zimizni vatandoshimiz. Surxondaryodan edi. Yo'q, Toshkentdan. Yonimda ketayotgan odam shunda yo'qolib qoldi aka. Yarim yo'qolib qoldi. Shu eng alam qilgani o'zingizniki yarador bo'lganda sizni qo'lingizdan hech nima kelmasa shu narsa qiynagan odamga. Kelayotgan odamlarga aytardim aka, shu kelishmasligini har qanday qamashsin aka, lekin bu yoqqa qamashga haqqi yo'q. Ular dokazat bo'lmasa, dokazat qilish olmasa qamash olmaydi. Odamlar cho'chimasligi kerak bu narsadan. Iloji bo'lsa paka urush tugamagungacha kelmay turish kerak. Rossiyaga borish ham kerak yo'q. Kerak yo'q aka. Paka urush bo'lyapti, kerak yo'q bu joyga kelish. Chunki yubo odamni pul qiziqtiradi aka. Hamma o'ylaydi, "Ha, men odam o'ldirib pul topa olaman." Yo'q, hatto odam o'ldirmaysiz. Misol men 2 marta ko'rdim. Shu Ukrainada 2 marta, shu 4-5 oy ichida men 2 marta ko'rdim xolos. Hatto faqat dron bilan siz odamni o'ldirib yuborishyapti, baba egasi bilan o'ldirib yuboryapti. Inaqalar bilan o'ldirib yuboryapti. Minomyotlar bilan o'ldirib yuboryapti. Ya'ni Ukrainani xabarini ko'rmayapsizlar ham. Yo'q, 300 metr Rossiyaga yaqinlashdingiz, ular joyini tashlab qochib ketishadi orqaga aka. Ular 100 otishmaydi odam bilan. Ular qochadi. Faqat dron. Faqat havodan. Ular 100 urusha olmaydi odamlar bilan. Onangiz bilan gaplashdingizmi? Uydagilar xabar bormi? Men o'zim hali qilishga to'g'risi yurak chidagan yo'q. Zaif tomonimni ko'rsatib qo'yaman telefon qilsam. Gaplasha olmayman. Ko'tara olmaysiz xullas onangizni siqilganini. Onam yig'lab olgandan keyin men o'zim yig'lab oldim. Agar hozir telefon qilib shu sharoitda men gaplashadigan bo'lsam, battar siqib qo'yaman aka. Nabarot bu yoqqa kelishni orzu qilayotgan odamlar nabarot o'ylashni ota-onasini. Bu yoqqa ko'pchilik aytayapti, o'zi xolab ketyapti. Yo'q, o'zi xolab ketayotganlar 50%, majburan ketayotganlar 50%. Siz endi shu majbur ketganlardan, shu o'qimasdan kontraktga qo'l qo'yib o'rganingizni orqasidan ketgansizda, to'g'rimi? Ko'pchilik obunachilarimiz bilan gaplashib qolaman aka, patent oladigan joyga borsa, militsiyalarni o'zi bitta kirgizib naglaytyapti deyapti. Urushga borish xohlaysan, grajdanstvo olish xohlaysanmi, patent nima qilasan? Oyma-oy shuncha pul, zato grajdanstvo olasan, 3 xonali kvartira deyapti. Uyda men bilmayman, lekin kontraktning pulini ham birinchi urushdan chiqqandan keyin oladi. Kartasiga tushadi.
Grajdanstvoni ham. Agar qilib bersa, hatta sizga aytishadi. Sen grajdanstvo olishing uchun biz vaqtda urush to'xtatib turaylikmi deydi. Siz hech nima qila olmaysiz. Qachon Rossiyaga borsang olasan deyishadi. Rossiyadagilar hatta qilib beradi deydi. Undan keyin aka, u kontraktga qo'l qo'yishing bilan pul deyilgan narsa aka, siz qachonki qizil zonaga o'tganingizdan keyin sizga hisoblanadi. Ha, bu o'tdi значит. Chunki hatdan qaytib chiqa olmaysiz. Qochib chiqa olmaydi hech kim. U qizil zona o'ta xavfli joyda endi. Chegaradan o'tdimi u tomonga bo'ldi, уже qizil zona hisoblanadi. Ya'ni Ukrainalar chegarasiga. Aha. Mana shu borayotgan aka-ukalarimiz hozirgi vaqtda bizga murojaatdan har 10 tasidan bittasi yo eri yo o'g'li yo yaqin urushga ketgani haqida yig'lab telefon qiladi. Sizni onangiz adashmasam men yonida edim. Nasim akamga telefon qilgan vaqtda gapirishdan avval yig'layapti-da faqat. O'pka to'lib ketgan. Yig'iga. Aytmoqchi narsa bo'lyapti. mana siz o'zingiz musofirchilikda nonni yedingiz. Qachonda, necha yildan beri Rossiyaga borib kelasiz? 18-yilda chiqqanman, 19-yil qaytib borganman, 20-yil. Karantindan oldin kelganman, hali borganim yo'q. Necha yildan beri onangizni ko'rmadingiz? 5 yil. Oxirgi marta sizni uydan kuzatgani Rossiyaga. Endi Rossiyaga 2 marta, 3 marta borib kelgan inson o'zi baribir shustri bo'ladi yoki shustриman deb o'ylaydi-da. Ruslarga urushga jo'natish kerakmi? U xoh rus tilini bilsin, xoh dokumenti zo'r bo'lsin, Serona jo'natadi, to'g'rimi? Yo'lini topib jo'natadi baribir. Aka, mana hozir onani azobi, vatanni sog'inchi, hamma narsa ichingizdan o'tayotganini, mana shuncha yoshlikdagi hayotingiz, hamma butun orqadagi umringiz qanchalik ko'zingiz oldidan o'tayotganini his qilib turibman. Menda bitta orzu shu, onam bag'rimga bosib bir ozim kulganini ko'rsam bo'ldi. Bir umrga qolmasin, men roziman. Chunki bu ayb, meni aybim. Javob ham beraman hamma joyda. Akimman, ukimman degan odamlar hammasini ko'rdim. Onachalik baribir qayg'urmas ekan. Pul bo'lsa hamma yonida ekan. Va pul bo'lmasa onadan boshqasi yoniga kelmas ekan odamzod. Posolstvoga biron bir joyga murojaat qildingizmi? Posolstvoga 3 marta, 4 marta telefon qildim aka. 10 minut kut, 12 minut kut, 15 minut kut, bog'lana olmadim umuman. Aka, ko'p yig'lamang, ko'p siqilmang. Xudoolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Agar qismatingizda onangizni ko'rish, vatanni ko'rish bo'lsa, nasib qilsa kelasiz, inshaalloh. Umidingizni uzmang. Agar mana Rossiyada ishlab yurgan, pasport uchun, pul uchun, uy uchun borayotgan, mana shu urushga qo'shilayotganlarga chestni gapingizni ayting. O'sha urush o'chog'idan nogiron bo'lib chiqqan odamsiz. Aka, o'sha pul uchun yo boshqa uchun maqsad qilayotgan odamlar ota-onasini prosta sotib, farzandlarini sotib turib kelgandek bo'lar ekan bu yoqqa. Ota-onasi qanchalik bo'g'ilishini o'ylamayotgan, farzandlari yolg'iz qolishini, ayoli beva bo'lib qolishini, masalan, o'zimda bo'ldi, onam reanimatsiyaga tushib yo boshqa bo'lishini o'ylamagan insonlar, ota-onasidan kechgan insonlar kelar ekan aka bu. Aka, mana shu o'rislar urushga borasan, qizil pasport beraman deyishiga o'sha joy arziydimi? Yo'q. Aka, bu qizil pasport bilmasanga grajdanstvo beraman degani aka, bilasizmi? Yo o'lib grajdanstvo olasan yoki O'zbekistonga qaytib ket. O'lgandan keyin grajdanstvo kimga kerak aka? Astag'firulloh, Alloh taologa borganda grajdanstvo Rossiya deb ko'rsatmaydi-yu pasportda. Masalan, o'liklar aka, hatto odamlar o'ylaydi o'lik sirazi olib chiqadi. 6 oy, 7 oydan beri, 1 yildan beri o'lik yotganlar bor, olib chiqmagan. Chirib ketgan o'lik xor bo'lib ketgan aka. Men o'zim nechta ko'rdim. O'liklar xor bo'lib yotibdi katta. Biz musulmonlarda joyimiz basatda. Pasportlaringiz o'zingiz qo'lingizda yo'qmi? Pasportim o'zimning qo'limda aka. Yaxshi. Hamma narsam o'zimning qo'limda, migratsionniy kartamdan tashqari. Mana jarohatim va qog'ozlarigacha o'zimning qo'limda. Xudo xolasa endi bular men yashayotgan uyjicha xitlab qoldi. Bular bilishmasdi. Nasimxon aka bilan gaplashganda, siz bilan gaplashganda bular xitlab qolishdi. Chunki bir 2-3 ta savol berdi bugun. Yoki bitta joy topib ketishim kerak yoki bilmadim aka. Bular ushlab berishmasa bo'ldi endi. Masalan, bugun menga yozyapti bir ayol, "Meni erimni ko'rmaganmisiz? Rasmini tashlayapti" aytayapman. "Yo'q, ko'rmaganman" deyapman. Rasmini tashlayapti. "Yo'q, ko'rmaganman, opa. To'g'ri tushuning, men 2 ta farzandim bor" deyapti. Erim ketgan, hech kimga aytmay kontraktga qo'l qo'yib ketgan. Martdan beri svязga chiqqan yo'q deyapti. Men aytdim, "Opajon, dedim, qo'pol bo'lsa ham aytaman" dedim. "Eringiz o'lgan 95%, 5% asrda" dedim. "Agar shuncha vaqtdan beri svязga chiqmayaptimiz, значит, eringiz o'lgan opa" dedim. Mendan xafa men to'g'risini aytaman. Iltimos qilardim, menga yozayotgan odamlar ichinglar og'ritib qo'yishi mumkin, haqiqatda aytib. Raz xafa bo'lmaydigan bo'lsa yozishsin, men javobini beraman. Men tushuntiraman. Chunki hatto svязga chiqmadingizmi 1 oy.
uzog'i bir oy chiqmaysiz. Keyin qandaydir siz orqaga qaytganingizda chiqasiz svязьga. Agar bir oydan oshiq chiqmadimi svязьga, u odam уже o'lgan. Videongizni internet tarmog'iga qo'yaman, yuzingizni xiralashtirib, chunki sizda ham bari o'zingizga yarasha strixovkangiz kerak. Yaxshi bo'ladi aka. Xo'p aka.